Avvalambor Alloh taologa beadad hamdu sanolar bilan boshlaymiz va bizlarni shunday baxtli, saodatli bo'lib yurishligimizga, oxiratda jannatlarda qo'lga kiritishlikka imkoniyat topadigan islom shariatini, islom yo'lini bizlarga o'rgatgan, bizlarga olib kelgan Alloh subhanahu va taoloning elchisi Muhammad alayhissalomga durud, salovat, salomlar aytamiz. U kishining ahli baytiga, u kishining sahobai ikromlariga va qiyomat kuniga doir haq bilan ergashadigan har bir mo'min musulmonlarga salovat salomlar bo'lsin. Allohga alohida yana bugun shukrlar keltiramizki, mana hozir birodarimiz aytib o'tganidek, ya'ni botillikni ko'tarib chiqayotgan insonlar dunyoga jar solib, botillikni haq qilib ko'rsatib yurgan bir paytda bizlarga Alloh subhanahu va taolo haqni ko'tarib chiqishlik imkoniyatini berib qo'ydi. Haqni gapirishlik imkoniyatini berib qo'ydi. Va bu Alloh taolo bergan in'om, ehsonlarning ichida eng kattalaridan bittasi. Chunki qachonki haqiqat eshitilsa, haqiqat jaranglasa, shunda botil narsa, shunda nohaq narsa o'zini qiymatini yo'qotadi. To haq ko'rinmaguncha botil narsani botilligini insonlar bilib olishligi qiyin bo'ladi. Shuning uchun bugungi kunda mana bir qancha minbarlar bor edi, birodarlarimiz xizmat qilishgan edi, qilishyapti mana hozir ham. Shuni qatorida mana yana bitta minbar ochilishligi va yana bitta jarchi haqni ko'tarib chiquvchi bo'lgan holatda maydonda paydo bo'lishligi bu Allohning juda katta ne'matlari. Alhamdulillah, Alloh bu ne'matini davomli qilsin. Haqiqatda men duoga qo'shilaman. Shu maydonni ochishlikka xizmat qilgan barcha birodarlarimizni Alloh ajrlarini ziyoda qilib bersin va payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamning dinini mana shu yerdan turib insonlarga yetkazishlikka harakat qilishlik niyati bo'lganligi uchun Muhammad alayhissalomning merosxo'rlari bo'lishlik baxtiga Alloh taologa muyassar qilsin. Bizda ham taklif qilganinglarga alohida minnatdorchiligimizni bildiraman. Alloh ajringlarni bersin. Va bugungi suhbatimizni avvalambor o'zimga qolaversa eshitayotgan barcha birodarlarimga manfaatli qilishligini Alloh taolodan so'rab qolaman. Bugun yoritishlik bir maqsad qilingan, shunday qilsak yaxshi bo'ladi deb oldiga ya'ni tema qilib qo'ygan narsa sahobalarning islomdagi o'rni qanday bo'lganligi to'g'risida ekan. Albatta bilasizlar, endi bu juda ham katta mavzu. Endi shu mavzudan bugun imkoniyatimiz bo'lganicha, qo'limizdan kelganicha foydalanishga harakat qilamiz. Haqiqatda Muhammad alayhissalatu vassalom yashagan zamon, Muhammad alayhissalom payg'ambar qilib yuborilgan vaqt nihoyatda bir mudhish voqea hodisalar bilan to'lgan bir payt edi. U zamonda insonlar yakka Allohga emas, balkim toshlarga, butlarga, sanamlarga ibodat qilishar edi. Va tabiiyki bu xurofotni orqasidan judayam axloqsizlik hayoti hukm surar edi. Shunchalik darajada hayosizlikki, aytaylik, bir inson ichkilik qilib o'tirgan bir paytda agar unga kelib aytishsaki, seni onang vafot etdi, borib janozasini uyushtirgin endi desa, men hozir ko'rmayapsanmi, kayf qilib o'tiribman, men kayfimni qilib o'tiray, undan keyin uyushtiraman deydigan darajada axloqsiz edi u jamiyat. Fohisha ayollar ko'chalarga bayrog'ini qo'yib qo'yar edi. Uni fohishaligini bilib turishlik uchun, insonlar bilib uni nimasiga kelishlik uchun. Yoki bo'lmasam qizlarni tiriklay ko'milganligini buni ham bilasizlar, mana tarixda shunaqangi mudhish voqealar to'lib toshgan bir jamiyat edi. Muhammad alayhissalom bu holatni ko'rib yuraklari siqilib, buni qanday qilib o'zgartirish kerak? Bu noto'g'ri bu.
qanday qilib insonlarni hayotini oliy axloqli hayotga olib chiqsa bo'ladi deb tafakkur qila boshladilar yoshlari katta bo'lganda. Alloh taolo o'zi bu kishini tayyorlab qo'ygan ekan avvalidan tabiatlarini pok qilib, bunday mudhish, bunaqa axloqsiz narsalarni ko'rganda jirkanadigan, balkim shuni qanday qilib o'zgartirsa bo'ladi deb fikrlaydigan va oliy axloqli jamiyatga aylantirishlik yo'lini izlaydigan qilib qo'ygan ekan va nihoyat mana payg'ambar qilib tayinlandilar. Endi payg'ambar bo'lganlaridan boshlab turib, atrofiga o'ziga o'xshagan shu mudhish, axloqsiz hayotni o'zgartirib, uni oliy axloqli hayotga aylantirishlik. Ya'ni bu oliy axloqli hayot qanday bo'ladi desa, tabiiyki Alloh taoloning yuborgan risolasi bilan bo'ladi. Tabiiyki Alloh taolo bizga mana shu hayotni o'zida nihoyatda hayotimiz go'zal bo'lishligi uchun kerak bo'ladigan narsalarni Alloh biladi. Ya'ni bir ishni to'g'ri yoki noto'g'riligini qayerdan biladi? Albatta Alloh biladi uni to'g'ri yo noto'g'riligini. Hattoki ibodat masalasida qaysi ibodatni qilsak bizni Alloh qabul qiladi, qaysi ibodatimizga Alloh ajr beradi. Mana shu narsani o'zini ham inson belgilay olmaydi, balkim Alloh belgilaydi. Shuning uchun chiroyli hayot, baxtli hayot bo'lishlik uchun Alloh taoloni aytganini qilish kerak. Va Muhammad alayhissalatu vassalom shunday qildilar. O'zini hayotida o'sha vahiy kelishligidan boshlab faqat Alloh aytgan narsalarni yer yuzida bor qilishlik uchun jonkuyarlik qildilar. Va atrofiga to'plangan sahobalar, ilk sahobalar Muhammad alayhissalomning atrofida ayni Muhammad alayhissalatu vassalom qilayotgan da'volarni ko'tarib chiqdilar. Va yer yuzida avvalambor o'sha Makka mukarrama shahrida islomni barqaror qilishlik uchun astoydil harakat qildi. Ular masalan Allohdan boshqa hech qanday iloh yo'q va Muhammad alayhissalom Allohning bandasi va elchisi deb odamlarga tushuntira boshladi. Shu gapni ma'nosi nima edi desa, ibodat faqat Allohgagina qilinadi. Ibodat faqat Allohgagina qilinadi va qanday ibodat qilinadi desa, u narsani Muhammad alayhissalom o'rgatadi. Ya'ni Muhammadur Rasululloh degani insonni hayotida qaysi ish qilish kerak? Inson bu hayotga o'zi nima uchun keldi? Alloh taolo uni yelkasiga nimalarni yukladi? Bularni hammasini Muhammad alayhissalom aytadi. Shuning uchun Muhammad alayhissalomni elchi deymiz. Chunki Allohdan ayni biz muhtoj bo'ladigan hukmlarni, biz hayotimizda ishlatishimiz zarur bo'lgan hukmlarni u kishi bizga Allohdan olib o'rgatdilar. Endi sahobalar Muhammad alayhissalatu vassalomga hali aytganimizdek yordamchi bo'lishdi va butun o'sha Makka atrofida islomni yoyilishligiga, islomni tanishtirishlikka ular astoydil xizmat qilishdi. Lekin xabaringlar bor, Makka mukarramada zudlik bilan bu narsani eshitishligi bilan insonlar Muhammad alayhissalomni avval taniganligi uchun, Muhammad alayhissalomni axloqini bilishganligi uchun Sodiqul Amin deb u kishiga shunaqangi laqab berib qo'yishgan. Ya'ni sodiq doim to'g'ri gapiradigan, amin bu ishonchli degan laqab, ikkita shunaqangi laqab bilan chaqirishadi. Sodiqul Amin. Shunday bo'lganligi uchun insonlar bir ketin islomga kirishlikni boshladi. Ammo buni bilgan hukumat o'sha paytda islomga qarshilik ko'rsatdi. Islomning yoyilishligiga qarshilik ko'rsatdi va islom Makka mukarramada bor bo'lishligiga ular yo'l qo'ymadi. Shundan keyin Alloh taoloning buyrug'i bilan Muhammad alayhissalatu vassalom islomni tatbiq qilishlik uchun, islomni hayotda bor qilishlik uchun boshqa qabilalarga, boshqa o'lkalarga murojaat qilishlikka Alloh tomonidan buyruq oldi va boshqa qabilalarga murojaat qilishlikni boshladi. Mana Toifga borganlarning xabarini mana ko'pchilik bu yerda eshitgan xabari bor. Endi shu Toifdan tashqari yana 30 ga yaqin qabilalarga murojaat qilganlari tarixiy kitoblarda bayon qilingan. Xullas, oxirida avval Yasrib deyilardi, hozirgi kunda Madina-i Munawvara deb
ismlanadigan, ya'ni boshqa bir ismlari Payg'ambar alayhissalomning shahri deyiladi. O'sha Madina Munawvaradan kelgan hojilarga Muhammad alayhissalotu vassalom islomni ro'para qilib, mana shu islomni tatbiq qilish kerak degan fikrni aytgan edilar. Ular qabul qilishdi va Muhammad alayhissalotu vassalomni himoya qilishlikka va'da berishdi. Endi shunday qilib Muhammad alayhissalotu vassalom Madina Munawvaraga hijrat qilib, Madina Munawvarada islomni tatbiq qila boshladi. Hijrat qilganliklari ayni mana shu hozir hijriy yilni Muharram oyi yangi sanasi boshlandi. Shu sanani boshlanish nuqtasi shuning uchun ham hijriy yil deb aytilar ekan. Chunki o'sha kunda Muhammad alayhissalotu vassalom Madina Munawvaraga yetib kelgan va o'sha kundan boshlab islom davlati tiklagan. Shu kundan boshlab islom hayotda bor bo'lishligini boshladi. Va mana shu yerda xabariylar bor, hijrat qilishlik sahoba ikromlarga farz bo'ldi. Nima uchun farz bo'ldi ularga? Alloh taolo buni farz qildi. Chunki u Makka mukarramada iymon keltirgan sahobalar, ular Muhammad alayhissalotu vassalom bilan ilk da'vat kunlaridan boshlab birga bo'lishgan va islom risolasida qancha Alloh taolodan oyat va hadislar kelgan bo'lsa, shularni hammasini qalblariga joylashib olgan shunaqangi olim sahobalarga aylangan edi. Endi ular o'sha yangi qurilgan da'vatni tikkalashlikda, xuddi da'vatni og'irligini ko'tarishlikda Muhammad alayhissalotu vassalomga suyanchiq, yordamchi bo'lganlaridek, endi davlatni boshqarishlikda, davlatni islomni to'liq tatbiq qilishlikdagi talab qilinadigan hamma xizmatlarida o'sha sahobalarni yordami yana kerak edi. Shuning uchun Alloh ularga farz qildi va ular Makka mukarramani tark etib Madina Munawvaraga qarab hijrat qilishdi. Tabiiyki kofirlar bu hijratdan ham to'smoqchi bo'lishdi, to'sishlikka juda ham kuchli harakat qildi, ba'zilarini hattoki to'sib ham qo'yishdi. Ammo ko'pchilik baribir ham hijrat qilishlikni uddalay oldi. Shuning uchun ham Alloh taolo ularni yaxshi ko'rib, muhojirlar deb islomda ular ismlanadigan bo'ldi. Nimaga muhojirlar? Chunki ular hatto hijrat qilishlik uchun bola chaqalarini ham tashlab ketishlikka majbur bo'lishdi. Chunki bola chaqa bilan safar qilaman desa safar qildirishmayapti. O'zlari kechasida maxfiy bekinib qochib chiqib Madina Munawvaraga yetib olishdi. Boyliklarini tashlab ketishdi. Ish joylarini, hamma narsasini tashlab o'zlari o'sha Madina Munawvaraga hijrat qilishdi. Shuning uchun ularni shunday, ya'ni bola chaqasini, mol dunyosini, bor uy joy, hamma tanish bilish qarindosh hamma yo'g'ini Alloh uchun tashlab, Allohning diniga xizmat qilamiz deb kelganliklari uchun ularni muhojirlar deb ularga ism berdi. Haqiqatan ham o'sha sahobalardan bittasini Suhayb ar-Rumi deydi, radhiyallohu anhu. O'sha Suhayb ar-Rumi, ya'ni Rum tomonlaridan kelib qolgan sahobiy endi hijrat qilib chiqib ketayotganligini bilib qolishibdi. Chunki ayg'oqchilar ko'p qo'yishgan. Ayg'oqchilar yetkazib qo'ydi. Yetkazib qo'ygandan keyin o'sha hukumatning odamlari orqasidan yugurib kelishdi. Kelib hijratdan to'smoqchi bo'lishdi. Shunda Suhayb ar-Rumi bir tepalikka yugurib chiqib oldida kamonini o'qlab cho'zib aytdiki, albatta hammalaringlarni o'ldira olmasligim mumkin. Ammo birinchi tashlanganinglarni qatl qilaman. Bilasizlar, men yaxshi otaman kamonni. Shu yaqinlashganinglarda otaveraman. Shu o'qim tugaguncha hammanglarni otaman. Degandan keyin qarashsa rostdan ham bilishadi. Yaxshi otadi kamonni. Shunda ular birpas turib, sen dedi kelganingda dedi hech vaqosi yo'q holatda kelgansan. Bu yerga kelib boyliklar orttirding. Endi o'zing ham boyliklarni ham olib ketib qolasanmi deydi. Shu yerda Suhaybni xayoliga bir narsa keldi-da, bo'ldi dedi, boyligimni bir yerga ko'mib qo'yganman. Aytib beraymi qayerdaligini? Boylikni olib meni qo'yib olasizlarmi dedi. Deganda ular bo'ldi deyishdi. Shunda boyligini qayerdaligini aytdi. Haqiqatan ham to'plab qo'ygan narsasi bor ekan. Shunda ichlaridan bittasini yuvib yuborishdi. U yugurgilab borib boyligini chiqarib olib keldi. Haqiqatan ham bor ekan. Shundan keyin u mahaldagi kofirlar kofir bo'lishiga qaramasdan shu haligi bir so'z aytsa so'zida turadigan shunaqangi nimasi bor ekan. Mushrik bo'lishligiga qaramasdan. Hozirgi kofirlar, hozirgi diniy dushmanlarida mana shunchalik darajada ham bir nima yo'q edi.
avvalgi mushriklardan ham ko'ra axloqi juda buzilib ketgan edi. Hozirgi dinga qarshi bo'lganlarchi. Shunda ular aytishdiki, bo'ldi boyligini oldik deyishdi, endi ketaveramiz. Haqiqatda qo'yib yuborishdi. Keyin u kishi o'zi yolg'iz Madina Munavvaraga tomon yo'lga chiqib yetib keldi. Yetib kelgan paytda endi bilasizlar piyoda yuriladi. U hozirgi kunda mashinada endi tezroq yetiladi-yu, lekin ular u paytda piyoda u 14 kun atrofida 2 haftaga yaqin yo'l yuriladi. Shunday qilib yetib bordi. Yo'l mashaqqatlarida yurdi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom u kishini ko'rishligi bilan Robihatul bay, Robihal bay, ya Suhayb deb Payg'ambar alayhisolatu vassalom shunday qilib marhamat qildilar. Ya'ni sen qilgan savdo judayam barakotli bo'ldi. Judayam foydali bo'ldi. Sen foyda qilding bu savdo qilishliging bilan. Ya'ni boyliklarni berib o'zingni sotib olishliging, hijratni sotib olishliging, Madina Munavvaraga yetib kelishliging judayam manfaatli bo'ldi deb baho berdilar. Suhayb ham roziyallohu anhu nihoyatda xursand bo'lib ketdi. Qarang, butun boyligini berib yuborib, uy joyini berib, hamma narsasidan mahrum bo'lib Madinaga Munavvaraga yetib kelishligida Payg'ambar alayhisolatu vassalom bu foyda bo'ldi deyapti-da. Nimaga? Nima uchun deganda islomga xizmat qiladi endi. Islom davlatiga xizmat qiladi. Islomni yer yuzida tatbiq qilinishligiga xizmat qiladi. Hayotning ma'nosi mana shundan iborat. Inson bu dunyoga kelib Allohni rozi qilgandagina u zafar topgan bo'ladi. U g'alabaga erishgan bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa hadislarida bu dunyo oxiratga dehqonchilik qilib oladigan yer deb marhamat qilganlar. Ya'ni bu dunyo bu yerda bir yashab qolib qoladigan yer emas, balkim vaqtinchalik. Nimaga berdi bu vaqtni Alloh? Oxiratga dehqonchilik qilib olishlik uchun. Ya'ni oxiratni tanlab olishlik uchun. Oxiratda jannatni xizmatini bu dunyoda qilib olishlik uchun. Mana Suhayb ar-Rumiy aynan shunday qildi. Va bu Suhayb ar-Rumiyning misolida boshqa hamma sahobalar xuddi shunday. Endi Madina Munavvaradagi sahobalar Madina Munavvarada Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolatu vassalomni himoya qilishlikka va u kishiga kelgan risolani hayotga tatbiq qilishlikka va'da berishgan, qasam ichishgan sahoba ikromlar Muhammad alayhissalomni va boshqa barcha muhojirlarni kutib olishdi. Uylaridan yer berishdi, uylarini yarmini bo'lib berishdi, boyliklarini yarmini bo'lib berishdi. Alloh taolo shunday Qur'onda maqtadiki ularni. A'udhu billahi minash shaytonir rojim va yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. O'zlari bir narsaga muhtoj bo'la turib, o'sha narsani muhojir birodarlariga ravo ko'rishdi. Ravo ko'rishadi bular deb maqtadi. O'sha Madina ahlini maqtadi. Madinadagi sahoba-i kiromlarni maqtadi Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni bir narsaga o'zi muhtoj. Ammo o'sha narsani birodariga ravo ko'rdi. O'zi muhtoj bo'lib qoldi. Ammo o'sha narsani birodariga ravo ko'rdi. Shunaqangi tabiatga ega bo'ldi ular. Shunaqangi oliy axloqqa ega bo'ldi ular. Va ular boyliklari bilan, bola chaqalari bilan, jonlari bilan islomga xizmat qilganliklari uchun, shu dinni yoyilishligi uchun, Muhammad alayhissalomni himoya qilib u kishiga kelgan risolani hayotda tatbiq qilishligi uchun sarf qilganligi uchun ularga Alloh tomonidan ansorlar deb nom berdi. Muhammad alayhissalatu vassalom ularni ansorlar dedi. Qarang, butun sahobalar yoki ansor yoki muhojir bo'lishdi. Ya'ni muhojirlar bor yo'g'ini, hamma yo'g'ini dinga xizmat qilishlik uchun sarf qilib, fido qilib, hamma yo'qda tashab, keyin bu yoqqa ham kelishdi Madina Munavvaraga, islom davlatiga. Madina Munavvaradagi sahoba ikromlar bo'lsa, aynan xuddi ular ham shunday qilishdi-da, bor narsalar bilan shu islomni hayotda bor qilishlik uchun xizmat qilishdi. Mana shu sahoba ikromlar islomni haqiqatda ma'nosini tushungan, islomni yer yuzida bor bo'lishligiga xizmat qilgan, hayotida eng to'g'ri yo'lni tanlab, o'sha to'g'ri yo'l sari odam qadam tashlagan ilk insonlar bo'ldi islomdagida. Shuning uchun ham mana siz bilan biz bugungi kunda musulmon bo'ldik. Alhamdulillah. Bizni musulmon bo'lishligida va butun yer yuzidagi hozir 2 milliarddan oshib ketgan musulmonlarni musulmon bo'lishligida o'sha avvalambor Muhammad alayhissalatu vassalomni, qolaversa shu sahoba ikromlarni o'rni nihoyat.
Biz ulardan ibrat olgan holatda mana navbatimiz kelgan ekan, Alloh bizni hozir yaratdi. Endi qo'limizdan kelganicha biz ham islom dinini hayotda bor qilishlikka harakat qilishligimiz bizni yelkamizdagi vazifamiz. Mana shu vazifani kim tushunib, uni chiroyli qo'lidan kelganicha ado qiladigan bo'lsa, o'sha sahobai ikromlar bilan qiyomat kunida birga bo'ladi. Muhammad alayhissalotu vassalom bilan qiyomat kunida birga bo'ladi. Kimki mana shu farzga beparvo bo'lsa va hayotda faqat mana shu dunyoda yeb ichib, chiroyli uy qurib, chiroyli mashina minib, shunday qilishlik bilan o'tib ketadigan bo'lsa, ana shunday katta baxtdan mahrum bo'ladi. Chunki bir hadisda Muhammad sallallohu alayhi vasallam bir insonni Alloh taolo qiyomat kunida chaqirib hisob-kitob qiladi deydi. Shunda men senga boylik bergan edim, men senga bola chaqa bergan edim, nima qilding deydi. Deganda haligi inson aytadi, ey Parvardigor, bergan boyliklaring bilan farzandlarimni yaxshi yedirib, yaxshi ichirib katta qildim. Mana meni bu dunyoga olganingda men ularni ana shunday boy badavlat holatda tashlab keldim deganda Alloh subhanahu va taolo ikkala omonatga ham xiyonat qilsan deydida uni do'zaxga olib boringlar deb buyruq qiladi. Boshqa insonni chaqiradi deydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Senga men boylik berdim, bola chaqa berdim, nima qilding deydi. Desa Parvardigor deydi, bergan boyliklaringni seni yo'lingda sarf qil. Farzandlarni bo'lsa seni tanitib, seni yo'lingga yuradigan qilib qo'ydim. Meni o'zingni oldinga chaqirganingda ana shunday holatda ularni tashlab keldim. Deganda ikkala omonatga ham chiroyli muomala qilsan deb jannatga kirishlikka buyuradi. Demak, hayotimizni mana shu dunyoda yeb ichmaslik kerak, yo'q, yeyish kerak. Uylarda ham yashash kerak, mashinalarda ham minish kerak. Ammo bularni shukrini ado qilish kerak. Shukrini ado qilishlik qanday bo'ladi? Shularning hammasini Alloh taoloning yo'lida ishlatishlik bo'ladi. Boyliklarni Allohning yo'lida, Allohning dinini aziz qilishlik uchun ishlatishlik. Farzandlarni bo'lsa Allohni tanitib, Allohning dinini tushunadigan, unga amal qiladigan va uni butun dunyoga yoyishlikka harakat qiladigan shunaqangi solih insonlar qilib farzandlarni tarbiyalash. Alloh taolo mana shu minbarni shu maqsadlarga yetishligimiz uchun foydalanishlikda ishlatishligimizni nasib etsin. Shunga xizmat qiladigan eng yaxshi minbarlardan bo'lib qolsin. Mana shu guruh Allohning barakoti bilan rivojlansin va yer yuzida islom tatbiq bo'lishligi va insoniyat haqiqiy baxt saodatga erishishligi uchun vasilalardan bittasi bo'lib qolsin iloyim. Amin ya robbal alamin. Bugun yetkazmoqchi bo'lgan narsalarimiz mana shulardan iborat edi, birodarlar.